Bir ayol rak kesili sebebidan bir qancha qitim operatsiyaga tushibdi. Shu sababdan kundan kunga ojizlab, o'ruqlab, bir teri, bir ustixon bo'lib qopti. Shundaq kunlarda mas'ul doktori yo'ldishini chaqirib akirib, shundaq bir gapni qildi-da. Ayolingiz o'z kundan kunga ojizlab ketyapti. Kimiylik davolashni ko'tarolmay qelyapti. Shu sababdan eng yomon bo'lgan bir xabarni dey tayyorlikni qilib qo'yib turinglar. Hozircha faqat karvat haqqini to'lablam ayolingizga chan tutmay, ayolingizni yaxshi kutib oling, debdi. Buni anglagandan keyin bu shundaq ko'ngli yerim bo'lgan holda ayolning yana kiribdi. Ayolning ko'ngli tuyg'andekla nayt ojiz ovozda shundaq debdi. Dadasi, mening ko'nglim tuyg'andek turadi. Ketib qoladigandek turaman. Bolalarga mas'uliyatchan bo'la oladi. Shu bolalarga haqiqiy ona bo'ladi deb o'ylagan bir ayol bo'lsa, balduroq tutish qilgan bo'lsangiz, men shu ayolni bir ko'rib baqqan bo'lsam, debdi. Buni anglagandan keyin bu hargiz undaq dema, onasi, sen teq uzun yashaysan, umring teq uzun, debdi. Shu gapni anglagandan keyin qattiq yig'lab ketibdi. Yo'ldoshi kira qiladi ekan, kirani sababi bilan ketib qopti. Kunlar shu tariqada o'tibdi. Bu ayol ximiylik davolashni ko'tarmaganligi uchun faqat karvat haqqini to'lablam odatdagi davolashlarni qabul qilib shu doktorxonada yetibdi. Vaqt uzrabdi. Yo'ldoshining oyog'i kundan kunga bu doktorxonaga kelishga ozlab ketgandan keyin bir kun ayol so'rabdi. Dadasi, bugun kepsiz. Men degan ayolni topdingizmi? Debdi. Bu chaqda yo'ldoshi xijil bo'lganda qilib beshini to'van qilib, topdim. Men u ayolni sana ko'rishtirmay, ammo ajoyib yaxshi ayol. Andaq yaxshi ayol, mandaq yaxshi ayol. Andaq ish qiladi, mandaq ish qiladi. Ballag'im yaxshi qaravotdi degan gapni qildi. Ayoli nayt memnun bo'lgandek xushallik bilan yaxshi bo'pti, xotirjam bo'ldim, debdi. Ammo bo'g'ziga kelgan ochiq bir tamni majburiy besib turibdi. Bir ozdan keyin yo'ldishimi kira qilish sababi bilan ketib qopti. Yo'ldishining oyog'i doktorxonadan chiqishi bilanlar o'zini qo'yib ho'krab yig'lab ketibdi. Bu chog'dagi atrofdagilarning hammasi "Voy, nim bo'ldingiz" deb atqanda mas'ul doktor kirib qopti. "Nim bo'ldingiz? Nimancha qattiq yig'laysiz? Siz orom tursiz, qattiq yig'lasangiz bo'lmaydi. Sizning kasalligingizga nisbatan kayfiyatingiz intayin muhim", debdi. Bu chog'da bu ayol qattiq yig'lab turib, "Yuragim chidamadi. Bolarimga qandaqmi chidarman? Shu yo'ldishimga qandaqmi chidarman? Yot bir ayolning bolalarini o'zining bolasidek, yo'ldishimni o'ziningki yo'ldishdek ko'yginni ko'zlarimga simo bo'lib kelganida helitin chidamadim. Qandaqmi chidarman? O'lib ketsam tik o'tiramanmi?" deb qattiq yig'labdi. Bu chog'da atrofdagi boshqa bemorlar o'z mazgilda o'zingiz shundaq degan-ku, bizning qulog'imizga shu gap kirgan, debdi. Bu chog'da bu ayol qattiq baqirib turib, "Shu gap rostmidi?" degunicha qattiq yig'lab o'shdan ketibdi. 3 kundan keyin yo'ldosh kelgan vaqtida shundaq bir savolni so'rabdi. U ayol rasmandan esilmikan degan savolni o'tirib qo'yibdi. Bu chog'da yo'ldoshi, "O'zing shundaq deding-ku. O'zing bir bolalarga ona top degan eding-ku. Shu sababdan shundaq qilibdiman", debdi. Ko'zlaridan taram yoshlarni to'kkan peti. "Shundaq. Men o'zim degan. Ammo men o'lib ketgandan keyin shundaq bir ayolni tepishingizni orzu qilgan" degunicha ko'zlarini ching'ida yumib bu dunyodan qo'shlashibdi. Yana shu kunlarni
aylarni, yillarni qo'llab. Shu odamning yangi rafiqasi u uyga xo'jador bo'lib, heliqi ikki bola yangi onasini ona deb atab ketayotgan shundoq kunlarda mana bu odam o'zi haydayotgan kira mashinasi ma'lum bir narsaga so'qilib ketish sababidan qatnash hodisasida butunlay paralish bo'lib qoldi. Shundoq uyda yotgan kunlarda bir kuni ayoli bir erni bu uyga boshlab keldi. Shu chaqda bu odam qattiq xafa bo'lib turib, "Sen nima deb bir yot er kishini mening ko'z oldimda bu uyga boshlab kelding?" deb qattiq xafa bo'libdi. Bu chaqda bu ayol kulib turib, "Mening put-qo'lim ishlamaydi. Shu sababdan ojiz bo'lib qoldim. Sana bir er kerak degan edingiz-ku. Sizning gapingizni rostmikin debdiman?" debdi. Bu chaqda bu er o'z mazgildagi ayolning gapini guppida esiga oldi. Azaldan er kushtirib yig'lab boqmagan bu er kishi ho'kirab yig'lab ketibdi. Asli ojiz mazgilida deyilgan gaplar rost gap emaskan emasmi degan ekan. Haqiqiy oshiq ma'shuq degan nima? Beshig'i kun tushganda dadiga darmon bo'la olsa, azoblanganda azobiga malham bo'la olsa, yig'laganda yig'isini surta olsa, eng qiyin kunlarda ham safardosh bo'la olsa, bir dasta guli bo'lmasa-mu, bir ig'iz tatliq so'zligi bo'la olsa, muhabbatning simvoli bo'lgan farzandlarga mas'uliyatchanlik bilan qariya olsa, mana bu er ayollarning har kuni oshiq ma'shuq kunidir. Ayolingizning yoki yo'ldashingizning eng ojiz mazgilda chiqargan qarorlari hargiz rost emas. Chunki u muhabbat oldida eng ojizdir.